Bir. Okey. Так. Syomka, zvuk hammasi ketyapti. Yangi Google reklama nastroyka qiluvchilar, mani video darslarimdan adashmasam, shulardan bittasi shogirdlardan degan bo'ladi. Menga ssilka tashlab berib, "Okey, shuni ko'rib bering, nima xatolar bo'lyapti. Kuniga $10 ketib qolyapti, no звонок yo'q" deb menga dostуп berishdi. Hozir men sizlar bilan birgalikda shuni kirib, analiz qilib, xatolarni ko'rsatib o'taman. Va bahonada videoga olaman. To'g'ri, hamma narsa ko'rinadi, sayt reklama budjetlari, no unga ham plyus bo'ladi. U bolaga u bitta mani ko'zim bilan ko'rib oladi. Men bo'lsa kontent olib olaman. Qolganlarga foydasi tegib qoladi degan umidda. Xullas, mana pochtamga dostуп berdi, принять qilaman va uni reklamasiga avtomatik kirib ketaman. Нет. Bitta ko'rib chiqamiz. Tak, o'zi yaqinda boshlabdi-yu. 8-mart. Oxirgi bir haftalikni ko'ramiz. 002. Aniq bu TKMS yo'qdi. Fasklin Toshkent. Okey. Klik, CTR 20 ta klik. Ikkinchi 8-martdan rasxod bo'lmagan hisoblama. Bu mana tursin, CTR klik narxini bitta ko'rib chiqay. Birinchi mana kompaniyani tanlayman, gruppani tanlab o'tirmayman deb birinchi nastroykaga kiraman. Bunaqangi klik narxi bo'lishi mumkin emas Toshkentda. Minimum 10 sent bo'ladi. Bu yerda eng katta xato qilingan. Men har safar aytib o'tadigan narsam bu kontekstni medийный сеть yo'qolib qolib ketgan. Shu galochka olinmagan. Mana seti qatlarda reklama ketishi. Nastroykada ko'rsatadi buni. Mana поисковая, okey. Buni ham o'chirish kerak bo'lgan o'zi. Bu partnyorlar bilan. Buni o'chirib qo'ysam poyexga chiqmayman deb o'ylamanglar. Bu partnyorlar. Google partnyorlar bu Google'ni через IP ishlatadigan saytlar. Hozir unaqalar kamayib ketgan. Xullas, bu o'chib tursin. Umuman foydasi yo'q narsa. Albatta o'tgan videoyimda ham buni gapirib o'tdim. Baraka topkurlar, KMS o'chib tursin. Kontekstni medийный сеть. KMS bu bannerli reklama. Sizlarga KMS ko'rinishini ko'rsataman. KMS Google. Mana bu KMS. Bannerli reklama, bu KMS. Mana shular hammasi Yandexdagi RSA deydi. KMSlar bilan hozir. Mana KMS. OLXga kiradigan bo'lsa, bu ham KMS. Internetdagi saytlardagi reklama. Oddiy qilib aytganda, bizning tilda bannerli reklama qotyapti. Xullas, любойniga kirsa, o'ng tarafida chiqib keladi mana bu yerda. Hozir ham zaguzga ketyapti mana. Mana bu KMS, mana bu KMS. Mana reklama at Google dash ko'rsatyapti mana. Mana KMS qilib shu yerda yoqqan buni reklama at Google. Bu bizda o'chib o'tirish kerak, biz поисковый сеть qilamiz. Сохранить. Keyingisi. Buni oldin настройкамni ko'rib chiqaman. Toshkent, O'zbekiston, Toshkentskая область. Так, Toshkentni tanlayapti, Toshkentskая область. Mayli, nechov bo'ladi. Присутствие или интерес qolib ketgan bu ham. Buni ham присутствие qilib qo'yamiz. Bizga faqat shu joyda shu Toshkent oblast va Toshkentning ichida turganlarga reklamamiz ko'rinishi kerak. Angliskiy, russkiy, turskiy tursin. Budjet $30. Okey, tursin, maka. Mayli, bu budjetni o'zi hal qiladi. Maksimalniy количество klikov. Okey. Предел, limit qo'yib qo'ygan. Bu ham to'g'ri qilingan. Maksimalniy количество klikov. Strategiya mana shu strategiya. Bizani kunlik budjetimizdan kelib chiqib, bizani stavkamizdan kelib chiqib, klik sonini maksimalni qiladi. Misol uchun, kuniga $10 ishlataman do'stlar. Budjeti kunlik $10 qo'yilgan mana. Misol uchun $10. Va
anaqani bitta klik narxini 20 sentdan oshmasin deyapsizlar. Demak, 20 sentga bo'lamiz va bir kunda biza 50 ta klik olishimiz mumkin. Shunaqa hisoblanadi. Agar o'sha 20 sentdan ola olsak, undan qimmat bo'lmasa, demak biza budjetimiz $10 bo'lsa, 50 ta klik olamiz. Okey, bu turaversin normalniy. Qolgan narsa nevajno temaymiz. Saqlanib qilgandan keyin yopib ketaveramiz. Mana birinchi eng katta xatosi shu bo'lgan buni. KMS yoqib qolib ketgan. Keyingisi kompaniya nima gruppalar bor? Gruppaga ot berilmagan. Gruppaga ot berish kerak edi. Asosiy uslugani otini Fastclean. Okey, misol uchun nima bular asosiy mana professionalniy moyka fasadov. Okey, demak, gruppani otini moyka fasadov deb qo'yish kerak edi. E'lon, okey, bu yerga kirillcha yozilibdi. E'lonni ham bitta ko'rib chiqaylik. E'lonni o'zi qanaqa yozilgan? Fastclean, moyka fasadov, cleaning, oldin cleaning bu yerda, keyin moyka fasadov bo'lishi kerak edi. Mayli, неважно, professionalniy. Dinamitskiy qilingan, bittasi ham закрепление qilinmagan. Professionalniy moyka fasadov, чисто окна фасадов, быстро cleaning услуги. Один день. Услуги для мойка фасадов. Men nima qilgan bo'lardim? Men bu yerda dinamitskiy qo'ygan bo'lardim. Misol uchun buni olib qo'yardim-da va buni qotirardim. Birinchisi har doim qidirgani bo'lsin. Buni ham ko'rsatganman. Asosiy nima? Moyka fasadov, asosiy kalta yozamiz. Toshkentda bu ko'rinmaydi bu. Vdруг dinamitskiy ishlamay qolsa 1% da ishlamay qolishi mumkin. O'sha payt mana shu kalt ko'rinadi. Qolgan payt каждое словoni qilamiz. Har bir so'z katta harfda bo'ladi. Применять qilamiz. Nimaga? Nima kalit so'z yozsa o'shani chiqarib beradi. Misol uchun, moyka fasadov deb yozgan odamga moyka fasadov chiqadi va ikkinchi, uchinchiga qo'yiladi. Misol uchun, bamalardan bittasi qo'yiladi. Misol uchun, moyka zdaniya deb yozib qidirgan odamga moyka zdaniya chiqadi. Чистка окон degan odamga чистка окон. Lotinchada yozsa lotincha chiqib keladi. Birinchi zagolovkimizda mana shu dinamitskiy. Dinamitskiy bu o'zi ikki xil narsa bor. Dinamitskiy va statический. Dinamitskiy bu o'zgaruvchan, statический bu o'zgarmaydigan. IP adres ham statический, dinamitskiy bo'ladi, eshitgansizlar uni. E'lonni shunaqa qilgan bo'lardim va ikkinchi e'lon qo'shgan bo'lardim, u yerda уже nomer telefon bilan mobilnilarda ko'rinish uchun. Gruppaga asosiy kalit so'zni yozib qo'ygan bo'ladim. Moyka, o'zi saytga kirib ko'ring, asosiy kalit Fastclean dedimi? Fastclean. Fasad, moyka fasad. Fasad yuvishda bular. Mash fasadmi bu? Moyka fasad. Demak, asosiysi shu bo'ladi. Moyka fasadov. Gruppani otini qilardim, chunki boshqa uslubga bo'lsa, keyin unga alohida qilardim. Чистка окон, moyka, брусчатков, например. Uning ichida o'zini e'loni, mana bitta bu bo'ldi. Endi kalit so'zlarga bitta ko'rib chiqardim. Kalit so'zlarimizda ham mana hattoki moyka fasadov, masalan, moyka okon ham shu yoqqa kirib ketibdi, moyka fasada. Misol uchun mana fasadga alohida gruppa qilgan bo'lardim. Asosiy uslugalar nima demak bo'ladi? Fasad yuvishadi, moyka okon, oyna yuvishadi, alpinizm bor bo'ladi. Okon, fasadov. Anaqa bormi bo'ladi? Cleaningoviy uslugani ham qo'shib tashlagan. Ozgina kalit so'zda bardak bo'lib ketganda, alohida gruppaga bo'lib chiqqan bo'lardim-da. Bo'lsam, важныйlarni qoldirardim. Ikkinchi, uchinchi, чистка брусчатки. Hamma kalit bardak bo'lib yotibdi. Bo'lish kerak buni. Excelda ochib olish kerak, fasadlarniki bo'lish kerak. Брусчаткаlarniki bo'lish kerak, oknalarniki bo'lish kerak. Tushuntira olaman mana. Misol uchun 4-inchisi yana nimadir usluga bo'ladigan bo'lsa, asosiy usluga, misol uchun alpinizmmi, alpinizm ham okonga kiradi. Har biriga alohida gruppa qilardim. Har birini o'zini e'lonini qilardim. Erimasdan. Mana shu narsa to'g'ri bo'ladi. Hamma kalit so'z примерно bir-biriga yaqin ham qo'shilib ketganda. Примерно mana. Okna ham, fasad ham, брусчатка ham.
Chunki брусчатка qidirayotgan odamga fasadni объявленияsi chiqib kelishi kerak emasda. Misol uchun men mo'yka брусчатка deyapmanda, misol uchun mo'yka брусчатка uchastkamda yuvmoqchiman. U menga e'lon chiqib yotdi. Mo'yka fasadov в Toshkentda. U menga nerentabelniku, menga mos tushmayapti-ku. Qachonki CTR, qachonki konversiya baland bo'ladi, qidirgan odam e'londa o'zi qidirgan so'zni topsa, men Stirka Kovrof Toshkentda dedimmi, demak menga Stirka Kovrof Toshkentda chiqib kelish kerak. Или хотя бы sinonim химчистка в Toshkentda, химчистка Kovrof Toshkentda chiqib kelish kerak. Men Stirka Kovrof gilam yuvishni qidirayotgan odamga Stirka okon, cleaningovый uslugi chiqish kerak emas. Birinchidan menda cleaningovый uslugi chiqsa, lekin uni tagiga объявление to'g'ri qilgan bo'lsa, reklama bergan odam. Ikkinchisida Stirka Kovrof desa, men 2 ga kiraman, 1 ga kirmayman. Kam pul bilan ham, kichkinaroq stavka bilan ham 2-o'rinda, 3-o'rinda turib ham klientni o'zingizga tortib olish imkoninglar bor. Uning uchun e'lonni to'g'ri berishinglar kerak. Demak, oldin tushunishinglar kerak. Qaysi uslugalardan reklama yoqamiz. U aytadi, "Okey, biz fasad yuvamiz, брусчатка yuvamiz." Okey, сразу bilasizlar, fasadga alohida gruppa qilaman, mo'yka fasad. Mo'yka брусчатка deb alohida gruppa qilaman. Har bir gruppada o'zining e'loni bo'ladi, объявленияsi. Fasadda mo'yka fasad Toshkentda deb fasadlar anaqalarini yozib chiqaman. Брусчаткада брусчаткаnikini yozib chiqaman. O'shanda fasadchiga fasadchini e'lonini ko'rsatamiz, брусчаткаga брусчаткаning e'lonini ko'rsatamiz. Bularni gruppani alohida boshqatdan qilib chiqish kerak. Bir, ikkinchidan nimaga kalit so'zlar bu yerda shirokiy соответствие turibdi? Bu musurku, musor olib keladi-yu o'zi bilan. Men har safar tushuntiraman. Frazaviy соответствие qilinglar, baraka topinglar. To'shni ham kerak emas, bizga frazaviy bilan ishlaymiz. Buni gruppadan tashqari boshqatdan qilish kerak gruppani. Gruppaga tegmay turish kerak edi. Boshqatdan hammasini qilib chiqqandan keyin buni keyin уже udayib qorish kerak. Hamma kalit so'z bizda frazaviy bo'lishi kerak. Окей, местоположение ko'rdik. Расписание показов. Mana yana bitta xato. Nima bu? Yo klient so'raganmi? Bu вряд ли прям haftada 7 kun 24 soat reklama ishlashi. Bunaqa bo'lishi kerak emas. Kechqurun soat 3 da telefonni ko'tarmaydi-yu. O'shaning uchun bilish kerak. Videolarimni ko'ringlar. Hamma videoda qaytarib o'tganman. O'zi 4 ta 5 tami video chiqsa kerak Google Ads'dan. Hammasini ko'rib chiqinglar. 2 marta, 3 marta ko'ringlar. Расписание показов bu reklama ko'rinadigan vaqt. Reklama ko'rinadigan vaqt klient telefon ko'taradigan vaqt bo'lishi kerak. Chunki sizlar reklamani zo'r qilib berganinglar bilan ular telefonni ko'tarmasa, pul ketaveradi-ku. Reklamaga posta saytga kirib pul olaveradi, ular reklamani ko'tarmaydi. Sotuv past bo'laveradi. Keyin pretenziya kimga bo'ladi? Sizlarga bo'ladi. Nimaga reklamamiz sotmayapti deydi. Trubkani ko'tarmayapsan-ku. Qanday trubkani ko'tarmayapti? Vaqt to'g'ri kelmayapti. O'shanga bilinglar, nechidan nechigacha ishlaysizlar. Trubka nechidan nechigacha bo'ladi. Okey, biz soat 8dan 6 gacha ishlaymiz. Bo'ldi, demak 8dan 6 gacha ham, dushanbadan jumagacha. Qolgan payt o'chuv bo'lishi kerak. Buni ko'rsatish ham shart emas bu qilish. Xo'p, endi kalit so'zlarda misol uchun minus so'zlar bormi? Oh my god. Men bunaqa ko'rsatmaganman-ku. Oxirgi videomda ham mana shunga bir 2-3 marta chaynab gapirdim, esinglarda qolsin deb. Har bir kalit so'z, minus so'z alohida bo'lishi kerak. Har bir. Okey, mana to'g'ri berilgan. Домашний средства. Bu unaqani tushunmaydi bu. Bu bitta so'z qo'yiladi bu yerda. Домашнийni bitta, средствani bitta qo'yish kerak. Tagidan средства. Бесплатно, mana birinchisi бесплатно, keyin домашний, keyin средства. Tagida zamena bo'lishi kerak. Okun bo'lish kerak emas. Bu bizga chunki mo'yka okun deganda okun so'zini ishlatamiz biz. Biza kalit so'zimizda bo'lishi mumkin bo'lgan so'z bo'lish kerak emas. Anaqa konflikt minus slov bo'lib qoladi. Biza misol uchun mana okun so'zini minusga tiqib qo'yapsizlar-da, kalit so'zimizda mo'yka okun bor. U o'ylaydi, "Xo'p, men okundan ko'rsataymi?" deydi. Minus so'zda okun bor. Biz aytamiz, okundan ko'rsatmadimiz, kalit so'zga okunni qo'shib qo'yib, okundan ko'rsatdimiz. U mo'yka okunni nima qilish kerak? Shuning uchun mana zamena okun bizga to'g'ri kelmayapti. No mo'yka okun bor, to'g'rimi? Чистка okun misol uchun, mana okun so'zli. Demak, biz zamenani o'zini qoldirishimiz kerak. Faqat zamena, okun so'zini olib tashlab zamena. O'shanda zamena okun deganda zamena bizda minus-ku. Uni ko'rsatmaydi. Mo'yka okunni ko'rsatadi. Chunki biz okun so'zini minusga tiqmaganmiz. Mo'yka okunni ko'rsatadi.
Как почистить fasad? Как сделать разворот мойки? Okey, men tushundim nima, misol uchun informatsiya qidirayotganlarni ko'rsatmoqchi emas bu bola. No, bu yerda gapni tiqish kerak emas edi, uchtalik so'zdan iborat gap. Kakka o'zini tiqib qo'ysa bo'ldi edi. Buni ham ko'rsatmasdi, buni ham ko'rsatmasdi, buni ham какой, mana какойga tiqib qo'ysa bo'ladi. Bu yerda как, keyin какой bo'lish kerak edi. Kupitcha o'zi qolish kerak edi. Okna so'zi bizada minus. Misol uchun okn kal so'zda bor. Konflikt bu. Kupit so'zini qo'shib mana bu yerda kupit so'zi tursa, mana kupit so'zi. Bu mana ham ko'rsatmasdi, chunki kupit so'zi bu gapda ishlatilyapti. Kurs so'zini o'zini tiqish kerak edi. Montajni tiqish kerak edi. Нанесение штукатурки bitta qo'yish kerak edi. Bu alohida, bu alohida. Обучение, покраска, ремонт, самостоятельно, своими alohida, rukami alohida. Bularni hammasini ko'rib bitta to'g'rilab chiqish kerak. Hozir aytganimdek. Minus so'zlar bu qanchalik sizni professionalligingizni ko'rsatib beradi. Minus so'zlar bilan to'g'ri ishlash. Okey, bularni hammasini to'g'rilash kerak. Keyingisi. Так, obyekti. Obyekti qanchalik to'g'ri qilingan. Дополнительные ссылки. Наши услуги. Qani buni qo'shimchasi yozilmaganmi buni? Hammasini ko'rsatchi menga. Ne bo'lib o'chirib tashalgan, sizzat qilib. Demak, bu rekomendatsiya ham ikkalovi yozilmagan. Bundan maqsad nima o'zi? Дополнительный ссылкаdan. Doполнительный ссылкаdan maqsad reklamani более kattaroq joy olishini xohlash, konkurentni pastga tushirib yuborish, konkurentga nom bermaslik. Shuning uchun buni opisaniyasi bo'lsin. Buni opisaniyasini yozishi yo konkurentlardan olish kerak, nima yozgan bo'lsa, o'shalarni qo'shish kerak. Yo ikkinchi eng zo'r varianti ChatGPT dan foydalanish kerak. Misol uchun ChatGPT kirasizlar. Так. Напиши дополнительные ссылка для Google рекламы tushunib ketaveradi. Google Ads ham shart emas. На тематику мойка фасадов. Mana sizlarga halyava дополнительный ссылкаlar. Преимуществоларni ko'rsatib chiqyapti. Mana buni qo'yishinglar, fasad vысотный, alpinistный moy. Buni misol uchun olib turib, например, botga yoziladi. Qo'shimchasini botga qo'yasizlar, o'rtadan bo'lib botga qo'yasizlar. Bo'ldi. Bu ichki sahifalarga beribdi shekilli. Servis наши услуги. Bu anaqaga beribdi. Mana o'zi uslugalar. Mana shular hammasi bittadan gruppa bo'lish kerak o'zi. Tayyor mana moyka bruchatka bitta gruppa bo'lish kerak. Har bir uslugani alohida gruppa o'zini kalit so'zi, o'zini e'loni bo'lish kerak. Shundan ham o'zi sut shunda, gruppirovka. Gruppa qilamiz har birini. Moyka okon qilib. Uchun ikkitasini ya'ni o'ziga misol uchun kontakti qilib просто преимуществоni yozib turib, bundoq bir, keyingisi 2 qilib qo'ysa bo'ladi. Uni ham oxirgi videomda ko'rsatganman, дополнительный ссылка qilishni. Okey, описание. Описание kiritilmagan, уточнение. Уточнение молодец kirgizibdi. Moyka брусчатки уточнениеda yana uslugalarni yozib chiqqan. Yo'q, bu yerda преимуществоlarni yozish kerak edi. Структурированное описание. Botga ham kiritish kerak edi. Nomer telefon хотя бы bor va telefon bor ekan. Bu formati sal strёмныйroq emasmi? Buni unaqa kiritmaydi buni. To'g'ri qolmanmi? 998 Yashashon o'qib bo'lmaydi bu nomerlarni. Qani? Yomon ko'raman, 0 dan boshlanib 002 0799 002 0799. Har doim международный formatda yozish kerak.
bo'ldi. Хотя mana mana shu дополнительный ссылка bo'lishi kerak. Уточнение ma'mili bo'lsa undan ham yaxshi. Qo'shimcha. Yana ham kattaroq ko'rinadi. И mana обязательно nomer telefon bo'lishi kerak birinchi. Дополнительный ссылка ikkinchi bo'lishi kerak. Уточнение bilan strukturированное описание уже ikkinchi darajali. U ham bo'lsa undan ham yaxshi. Xo'p, asosiylari shu. Mana shu aytganlarimni to'g'rilab chiqish kerak. Buni eng katta xatosi KMS yoqib bo'lganda. Mana kontekstni medийный сеть bo'lgan. Hamma klik shu yoqqa turgan. Так, mana shu aytganlarimni to'g'rilash kerak и уже reklama boshlangandan keyin har kuni поисковый запросga kirib, zaproslarni ko'rib chiqish kerak. Bu nima? Bu filtr yo'q, bu nima hisobiga qolgan ma'nolarni ko'rsatmayapti. Всё время qilib ko'rsamchi. Mana. Уборка kvartira mana. Bular уборка qilmaydigan bo'lsa, bularda уборка so'zi yo'q. Demak, уборкani mana bu поисковый запросlar har kuni хотя бы 2 kunda birda kirib ko'rishinglar kerak bo'lgan. Поисковый запрос kalit so'zdan nima farqi bor? Kalit so'z bu biza beramiz, shulardan ko'rsatgan deb. Va поисковый запрос bu bizani qanaqa qilib qidirishgani. Kalit so'zi biz aytamiz, поисковый запрос ular yozgani. Google'ga mana Moyka Fasadov Toshkentda deb 11 martada ko'rishgan. 11 marta ko'rishgan reklamani. Уборка kvartira Toshkent deb yozgan. 4 marta ko'rgan, 2 marta kirgan. Tushuntira oldimmi? Поисковый запрос bu cheat bu. Eng zo'r narsa. Bizani qanaqa ko'rishayotganini bilamiz. Va noto'g'ri kalit so'zlar bo'lsa orasida, demak, o'shalarni biz minusga tiqib ketaveramiz. Shuni hisobiga reklamani biz har doim optimizatsiya qilib ketaveramiz. Qo'shilib minusga so'zlar ko'payaveradi-da, musorlar kamayaveradi. Misol uchun, уборка kvartira Toshkent. Klik 2 marta bo'lganda bizada 17 sentdan 33 sent ketgan. Yo'q, qaytarib bo'lmaydi. Endi qarang, tasavvur qiling, bizada уборка kvartira yo'q. Nimaga ketdi shu pul hozir? Shuning uchun уборкani mana shu zaprosdan bilamiz-da, уборкani demak minusga tiqdik. Mana qidirib ketaveramiz. Har kungi sana. Mana ржавчина so'zini minusga tiqish kerak. Убрать чемni tiqish kerak. Как tiqish kerak. Agar kafel bilan ishlamaydigan bo'lsa, kafel so'zini tiqish kerak. Mana minus so'zlarni to'g'rilash kerak. Обязательно дополнительный ссылкаlar, группировкаlarni to'g'rilash kerak. Hali ishlash kerak. Endi to'g'ri, agar birinchi ishi bo'ladigan bo'lsa, unda normalniy, общий tushuncha baribir bor. Svodka ekranida. Xullas hali bor ekan. Xullas to'g'rilash kerak. Обучение ketyapti. Har doim reklama yoqqaninglarda, как minimum 2 hafta обучение ketadi. 1 hafta, 2 hafta. Sizlarni hamma bergan nastroykalardan chiqib, sizlarni nechinchilarga qo'yishi, o'sha bozorga kirishinglarni yo'lga qo'yadi. Mana asosiy kalit so'zlarni ham ko'rsatyapti uni. Shularni to'g'rilab olsa, уже более-менее нормальный bo'ladi. Endi sayt xapa. Sayt 3 baholi sayt. Endi to'g'ri, novichok bo'ladigan bo'lsa, shu hozirgi menga bergan bolani o'zi shogirdlardan bittasi o'zi qilgan bo'lsa, mayli endi. Yo'dan ko'ra DP nima u дополнительная informatsiyami? No, bunaqa men o'rgatganman-da sayt qilishni. Nechta bloknami? 1, 2, 3, 4 ta dona blok. Seksiya. Nima bu? Mobilniysini ko'rish kerak buni. Sotuv sayt. Nimaga sotuv sayt важный? Sotuv sayt, mana bu sotuv sayt kerak-da bu yerda, chunki bular uslugani primoy sotyapti. Sotuv deganda u faqat tovar sotilmaydi, u usluga ham sotiladi, xabaringlar bormi? Mana shular hammasi sotiladigan usluga. Sizlar klientni
prям boshidan oxirigacha bo'ladigan puchlari borda yo'lagi. To'g'rimi? Воронка продаж desa bo'ladi, или yo'lagi desak. Shu mana birinchisi bu bizani reklamada ko'rishi. Misol uchun mana shu Fastcleanni birinchi reklamada ko'rishi bilan oxirgi puchi u uchun to'lov qilishi, продажа, profit deydi-yu. Uchun nima qiladi? Reklamada qidiradi, bizani ko'radi birinchi marta, biza saytimiz yoqsa biza bilan bog'lanadi. Bizani agar uslugalarimiz hamma vaqtlari, narxlari to'g'ri keladigan bo'lsa, bizani chaqiradi va oxiri uslugamizga pul beradi. Misol uchun asosiy 4 ta shart. Zaif, misol uchun maydalashmaydigan bo'lsak. Nima demoqchiman? Boshida reklamaga bosdi, saytga kirdi. Sayt bo'lsa говно. Nima qiladi? Chiqib ketadi. Shunaqa uslugalarda, mana shunaqa uslugalarda ayniqsa uyga kirgizadigan uslugalar bo'ladi, dezinfeksiya, stirka ковров, masalan, bruschatkada ham uy ichiga. O'shanda sayt maksimum zo'r qilishga harakat qilish kerak, chunki odamlar hozir hamma moshennik deb o'ylaydi, hammaga ishonmasdan qaraydi. Saytinglar доверие uyg'otib berish kerak. Biza profimiz. Bizga misol uchun katta proyekt topshirsangiz bo'ladi. Bizani uyga kirgizsangiz bo'ladi. Misol uchun biz как бы pul ko'rganmiz. Biza tajribamiz katta. Mana shunaqa hamma savollarga javob olish kerak. Ustalarning rasmi bo'lishi kerak bu yerda. Seksiya ko'p, вообще ko'p. Sayt bilan sayt alohida tema xolos bu yerda. Hali saytga ham videolar qilib chiqarishim kerak. Birinchi ekran. Umuman informatsiya yo'q. Nima afzalligilar bor? Kimsizlar? Kimlar keladi uyimga? Nima ish qilgansizlar? Narxlar nech pul? Odzivlar bormi o'zi? Necha yildan beri ishlaysizlar? Mana shu savollar, millionta savollar javobsiz qolib ketadi. Aytaman-ku, birinchi sotuv sayti birinchi ekran важный. Sayt bu sizlarni yuzinglar, sizlarni biznesinglarni ko'rinishi. Bu sayt nima o'zi? Biznes upakovka qilib saytga kiritiladi. Sayt bu do'kon, tasavvur qilinglar, do'kon bu. Uchun do'konda narsa sotyapti. Biza nima reklamachilar nima qilib beradi? Google Ads'chilar, вообще reklamachilar o'sha do'konga ko'chadan o'tib ketayotgan odamni do'konning ichiga kirgizib yuboramiz. Bo'ldi. U do'konga kirishi bu saytinglarning ochilishi. Endi tasavvur qiling, do'konga aka zo'r mana kiyim-kechak bor, или mana go'sht bizada zo'r kirgizib yuboramizda, reklamachi olib kelyapti. Bitta kiryapti, do'kon bir ahvol. Shu svetlar xira, sotuvchilar telefon o'ynab o'tiribdi, hech kim qarayotgani yo'q. Do'konni o'zi доверие uyg'otmayapti. Sasyapti. Nima qiladi klient? Chiqib ketadi. Dash so'rab ham o'tirmay chiqib ketadi. Chunki biladi, keyingi do'konga kirishi mumkin. Saytda ham shunaqa chiqib ketadi. Shuning uchun sayt bu yuz, bu front, bu bashara biznesni biza доверие uyg'otib bera olishimiz kerak. O'shandagina keyin звонокkacha boradi. Xullas, men aytmoqchiman, reklamadan tashqari reklamani 15 bahoga qilsangiz, saytingiz 2 ball bo'ladigan bo'lsa, reklamadan siz xud tortsangiz ham kuniga 10 ta odam. Undan bittasi telefon qiladi. Qolgani konkurent kirib ketadi. Shuning uchun sayt birinchi o'rinda sotadi. Saytda zo'r qolib turib, keyin reklama yoqadi. Men nima qilaman? Ko'p klientlar misol uchun chiqqanda saytingizga ссылка bering deyman. Hali narx navodan olaman. Agar sayt mana bunaqa bo'ladigan bo'lsa, sразу aytaman. Yo saytingizni boshqatdan qildiring, yo biza qilib beramiz. No, men bu saytga reklama yoqmayman deyman. Chunki meni ishim yo'q ketadi. Men bu yerga 100 ta odam olib kelsam, bu saytni 5 tasini telefon qiladi-da, qolgani saytdan chiqib ketadi. Men reklamani zo'r chiranganim bilan sayt tortib bera olmasa, o'zini ishini qilib bera olmasa. O'shan anaqa bo'lmaydi. Звонок bo'lmaydi. Menga bu yerda reklamani to'g'irlash kerak, saytni ham to'g'irlash kerak. Reklamada nima to'g'irlashlarni ko'rsatib o'tdim. Kim o'zini saytini yo Google reklamasini analiz qildirmoqchi bo'lsa, gruppamizda bor. Gruppaga ссылкani men pastga hozir qo'yib qo'yaman. O'sha yerga yozsanglar, bog'lansanglar, men vaqtim bo'lganda 1-2 kun ichida men sizlarga ham obzor qilib beraman. Xo'p, salomat bo'lasiz. Like, подписка, поделиться. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.